Izmirda dugonamnikida mehmon bo'ldim. Ramazon oyining 3-kuni 22 mart kuni edi. Dugonam kelgin, o'zbekcha ovqatlar qildim, taomlar qildim dedi. Men ham uyda o'tirolmadimda, shartta turdimda dugonamnikiga mehmonga bordim. Yo'lga chiqdim. Yo'llarda shunaqa odam, bu yerda Ramazon hayiti 3 kun bayram ekan. Biz 3-kuni ketdik. Uyimizga mehmon keldi, ammo kechiring bizni dedikda, kampirimni ham olib dugonamnikiga mehmonga ketdim. Izmirda, Turkiyada, umuman Turkiyada yurganlarga tavsiyam aslo bayram kuni ko'chaga chiqmanglar. Ayniqsa Ramazon hayitida, hayit bayramlarida to'la ko'cha milisa pasportingizni tekshirar ekan. Men a, vaziyatdan chiqib ketib, pasportim uyda qolib ketibdi dedim. O'tib ketdim, lekin tekshirsa, agar dokumentingiz bo'lmasa O'zbekistonga xullas kalom deport qilib yuborar ekan. Shuning uchun ehtiyot bo'lganlaringiz yaxshi. Hamma o'zi uchun o'zga davlatda endi nima desam, ishlab yurganimizdan keyin nimadir maqsad bilan kelamiz. Endi maqsadimizga erishmaguncha ketmaslikka harakat qilamiz. Bu orada dugonamnikiga yetib keldim. Mana shunaqa qatlama bilan bizni siylab kutib oldi. Bu salat, turklarni o'zini salati, ichiga bodring bir nimalar to'g'raysizda, yashilliklar, xullas kalom salat qilibdi. U salatni manti bilan yeyish uchun qo'ygan. O'zbekcha mantilarimiz hozir tayyor bo'lyapti. O'zbekcha mantilarni videoga olishdi, umuman esimdan chiqarib qo'yibman. Bir kun dam oldik, mazza qilib choylar ichdik, kunimizni xursandchiliklar bilan o'tkazdik-da, pastlarga chiqib domni taglarini, hovlilarini aylaniblar keldik. Eshiklari antiqa ekan. Domlarni kirishi, chiqishi mana shunaqa ekan. Mana bu eshiklar hammaga bir xil eshik qo'ygan, ana shunaqa antiqa, qanaqadir globus rasmi bor eshiklarni qo'ygan. Keyin pastga tushib aylandik. Nima desam, judayam chiroyli manzara, uzoq chet joy. O'zim ham chet joyda turaman, lekin mendan ham chet joyda turar ekan bu dugonam. Lekin judayam tabiati, odamlari judayam go'zal manzaralar. Keyin esa bismillohir-rohmanir-rohim, safarimiz qarridi dedikda, kampirimiz ikkalamiz chiqib yana orqamizga yo'lga qaytdik. Uyimizga avtobusga o'tirib, avtobusda 2 soatlik yo'lga nima qildik. 2 soatlik yo'l yurib, u dugonamnikiga borgan edik. Qaytishimizda yana milisa ushladi. Kampirim bilan borganim uchun meni qo'yib yubordi, lekin iloji bo'lsa endi bayram kuni ko'chaga chiqib birovnikiga mehmondorchilikka bormayman. Chunki oldin ham borganman-u, bayram emas kunlari baribir ham ehtiyot bo'lgan yaxshiroq. Hozir endi men endi uy oldim, uyimni remont qilishim kerak, rosa pul kerak vaqtiga. Kelib milisa ushlab olib, bitta o'zim borganimda meni deport qilib yuborar ekan. Buni milisalar o'zi ham aytdi. Kampiring bo'lgani uchun yoningda qo'yib yuboryapmiz. Faqat boshqa hech bir zamon, hech boshqa vaqt, xullas kalom, umuman pasportsiz ko'chaga chiqma dedi. Xo'p bo'ladi dedim, lekin do'stlarim, dokumentingiz bo'lmasa chiqmay turganingiz ma'qulroq. Misol uchun uyingizni, joyingizni qilib bo'lganingizdan keyin hamma, misol uchun kimdir uy uchun, kimdir joy qilish uchun, kimdir nimalardir uchun keladi. Baribir ko'pchilik, men ko'p qizlar bilan gaplashganman, uy qurish uchun chet davlatga chiqib ishlab yuribdi. Kimdir magazin, biznes qilish uchun, yana kimdir qanaqadir o'ziga salon ochish uchun, ish qilib, hamma o'zini kelajagini yaratish uchun chet davlatda ishlab yuribdi. Ana shuni qilib bo'lgandan keyin ko'chaga chiqsalaring bo'ladi. Mendan sizlarga kichkinagina bitta maslahat. Undan keyin ushlab olsa, cho'ntagingizda doim dokumentingiz, pullaringiz yursin. Deport qilib yuborsa ham dokumentingiz pullaringiz bilan birga O'zbekistonga deport qilib yuboradi. Qaytib kelaverasiz. Shuning uchun pulsiz ham yana chiqmanglar. Yaqinda bitta qizimizni ham ushlab olib, qanaqadir joyga olib borib qamab qo'yib, undan keyin 3 kunmi, 4 kun yotgandan keyin O'zbekistonga deport qilib yubordi. O'shaning uchun mendan sizlarga maslahat, dokumentingiz bo'lsa chiqmaganingiz ma'qulroq. Chiqqan taqdiringizda ham cho'ntagingizda pulingiz bo'lsa, O'zbekistonga misol uchun mayli deport qilib yuborsin, ketaman desangiz, chiqib bemalol yursangiz bo'laverar ekan. Ungacha lekin chiqmay turganingiz ma'qulroq. Mana yo'llarni videolarga olib keldim. O'zi qizg'aldoqlar ochilibdi. Men bilmayman, ko'rganim yo'q. Biz tarafda endi qizg'aldoq yo'qmi, bilmayman, ko'rganim yo'q. Qizg'aldoqlar ochilgan bexlarda, daraxtlar gullagan, chiroyli joylar, chiroyli manzaralar ko'rib bir havas keladi odamda. Ana shunaqa qilib do'stlarim bir kunimni o'tkazdim, aylanib keldim.
dugonam bilan mazza qilib hangomani qildim. O'zbekistonga berib yuboradigan narsalarim bor edi, berib yubordim, olib borib beraman dedi. U O'zbekistonga ketyapti. O'zbekistonga borib, inshaalloh Xudo xohlasa 3 oydan keyin yana qaytib keladi. Chunki u Turkiyada yurganlar chiqib ketganda 3 oy kirish mumkin emas Turkiyaga qaytib. Xullas kalom azizlarim, ana shunaqa gaplar. Uyga keldim, sut bor edi uyimizda, damashniy sut bu. Sutni yaxshilab pishirdimda, o'zimga bir bakal sut quyib oldimda, ichib, undan keyin o'tirib televizor tomosha qildim. Dugonalarim bilan gaplashdim. Vaqtimni maroqli, mazmunli o'tkazdim. Yana kimlargadir yana bitta maslahatim, dieta qilib ozmoqchi bo'lsangiz, qat'iy qaror qilib, sutda muammo bo'lmasa, 1 oy faqat sut iching, boshqa hech narsa yemang, ichmang. Shunaqa chiroyli ozasiz, shunaqa chiroyli qomatga ega bo'lasiz. Inshaalloh, Xudo xohlasa. Buni sut suzayotgan paytim esimga tushib ketdi. Bu sutda hamma vitaminlar bor. Davlenyangiz tushirmaydi, boshqa bo'lmaysiz. Endi qaysidir jiddiy kasali borlar qilmasa ham bo'laveradi, lekin kasali yo'qlar bemalol mana shu sutni ichib 1 oy jiddiy agar dieta qilsangiz, vobshe zo'r ajoyib ozasiz. Do'stlarim, bugungi videom mana shulardan iborat. Keyingi videolarni ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Sog' salomat bo'lasiz. Kim Turkiyada bo'lsa, chet davlatda yurgan bo'lsa, hammani ishlariga omad, qaddilariga qomat.